Assalomu alaykum hurmatli Biyagumuz Chuyanch kanalining obunachilari. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 19 aprel 2025-yil qulpinoylarimizda holatlari 5-terim bo'ldi. Hali ham hosildorlik baland. Bu yil tabiatning injiqligi tufayli har xil o'zgarishlar bo'lib ketdi. Tanop chiqarib boshladi. Taraflarni yulib chiqdi kecha. Baribir hosildorlik baland. Hozir ham gullashdan to'xtagan, baribir bir xillari gullayapti. Mana bugun ham yomg'ir. Xo'sh. Mana bu yerdagi Kileri Alba navi asosan va bu yil qo'shimcha qildik boshqa navlarni ham. Preme degan qulpinoyni ham qo'shgandik. Juda yaxshi hosildorligi juda baland ekan. Mana 5-terim bo'ldi. Endi indin 6-terimda ham qilamiz. Hosildorligi baland, poyasi ham baland bo'lar ekan. Buni oralig'ini boshqalarga ham maslahatimiz, tavsiyamiz. Mana bu Alba Kileridan oraliq masofasini xo'sh, bundan 20 santimetrga buyog'ini 30 santimetr qildik. Qolganlarga tavsiyamiz buni 30 santimetrga qilish kerak ekan. U oralig'ini 40 qilsa ham bo'lar ekan. Shamol aylanishi qiynalyapti degan fikrdaman. Xo'sh, hosildorligi yoqdi bizga. Mana qarang, kecha terim bo'lgandi. Yana bugun mana kattaligini qarang. Xo'sh. Mana shu to'g'risida o'rtoqlashib oziqasini o'z vaqtida berib tursangiz, mana xo'p, bizni xato va kamchiliklarimiz to'g'risida ham kommentariyada qoldirsalar o'z fikrlaringizni, shunga qarab turib biz ham o'zlashtirib olgan bo'lardik. Xo'p, YouTube tomonlarimizda sizlargacha yetib borsa xursand bo'lardik. Like bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar. Qancha like bossak, shuncha ko'p kishiga tarqaladi. Natija отличный, ya'ni yaxshi. Sizlarga ham mana shunday yaxshi natijalarga erishishlaringizni istab qolardik. Yana bitta Gigantella degan sortini ham bu yil qo'shdik. Buni palagi past bo'lar ekan. Mana bu Preme sorti. Buni qarang, palagini qanday baland. Mana bu tomondagisi bu Kileri Alba. Buni ham yomon emas. Hosildorligi normalni yaxshi ekan. Xo'p, mazasi ham, ta'mi ham shirin, transporterligi yaxshi, qattiq bo'lar ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. Yana fikr va mulohazalarimizni keyingi videolarda ham ko'rsatamiz. Hosildorlik bu yil ancha yaxshi chiqdi. Mana 3 sotlik joyda ekilgan shu yerda har terimda 70-80 kilodan hosil olyapmiz. Cherizden bugungi yangiliklarimiz sizlar uchun hammasi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.